Bilinibdimi? Kamera ekan. Ha, endi bilasan. Bagdam aka, velosipedni kim yutib ketganini hali bilmadingiz. Ya, bilmadim. Manda videosi turibdi. Hozir sen nima deding? Anu kim yutib ketgan? Boburmi? Bilmadim, u kimdir solib olib ketdi. Qo'rqma, seni qo'rqitdi. Abisi hammasi qo'rqitib, seni haydaganlargacha ko'rib o'tiramiz. Ichki ishlarda turibdi. Ichki ishlarda turibdi. Bagdam bechorani rosa qo'rqitdi deb seni orqadan 5-6 marta borib aytib keldim. Aqayam aytganman bek. Bansa deydi, mana edi haligi nima deydi, pijamada chiqqan ekan o'ylarga. O'yladi hech kim yo'q ekan, achalari ham aqa ketgan ekanlar. O'zi yolg'iz qolgan ekan o'yladi deb. Keyin yana chiqsa, yana anaqa bolalar chiquvdi, achanglar aytibdilar, "Yo'q, bilmayman, o'shandan beri yo'q Bagdam" deb. Qo'rqma, sen qo'rqaversan, mandaqilar qo'rqaversa, sandaqilar qo'rqaversa, bu o'g'illik kuchayib Davron aka borlar-ku. Ular ham podvallarga tushib o'g'irliqlar, hamma narsani shirkat raisi borlar-ku. Elga Odilvoka, ularniki ham o'g'irliqqa tushgan bular. O'g'irliqda to'xtamaydi, qayda anu trekker boshqa mashinalar. O'g'irlikning orqasidan bo'libdi-da. Kamerani uzib ketibdi, yechib. Svetni o'chirib turib, kamerani uzib, sindirib, boshiga sochig'i yopib. Yana 4-etajga qo'lab chiqsa, eshigi ochiq 360 darajali aylanadigan kamera deb nimasi Begzod og'zidan ilinib qoldi. Enaki abamlarning ko'zlari 360. Nima? Ana video rasm. Hammasi yonimda ham, ag'da ham, ichki ishlarda ham. Qachon bo'sh bo'lasiz? Karta o'ynayotgan ekansiz? Hozir bo'laman, shuni o'ynab. Ha, Ulug'bek nima qaraychi? Ulug'bek bo'lsa bitta bo'ling-a. Bagdam hozir turib turing, Ulug'bek kelguncha, turib turing, men yechini solib o'zimga kelib olay. Xo'p, o'g'lim. Bo'pti, xotirjam bo'ling, u topiladigan narsa. Siznikini o'g'irlaganim men allaqachon biluvdim, o'sha sizniki bo'lsa kerak. Aytdilar, rosa aylanib, mashinalarning ichini domda qaraganlaring hammasini ko'rdim. Qizim suvga chiqdi-ku, kristal suvga menga. O'shanda sizdan so'rabdi, "Ha, Bagdam aka nima bo'ldi?" deb ko'rib bo'luvdi. Enanki siz aytdingizki, "Velosipedim yo'qoldi. Qanaqa edi?" deb ataylab so'rab ko'rdi. Qora keyin xuddi o'sha dedim. Nimaga yuklab, qanaqa nimaga yuklab Damas'ga? Damas'ga. Qaysidir mashinani yuklab olib ketdi. Olib ketdi. Ularda har xil mashinada almashtirib minishdi. Ha, yo o'sha to'g'ri. Yuklab olib ketdilar deb edi, minsa ishlab olasiz-da, o'g'irligi bilinib qoladi, o'shan kamerani sindirdi. Bittasi 260 ming qiz bola ertalabda soat 5 da katatsiya qilib, eshak arava qilib mashinani, taksini bega olib kelib 4-etajga ularga chiqib ketib, kirib ketib, "O'ydan olib chiqib beraman taksini pulini" deb qaytib kirib ketib tushmaydi. O'sha qiz ham unikida